O'zbekistonda bugungi dollar narx-navosi qay holatda? Bu haqda batafsil 3:5 uz kanalidan bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda dollar kursining eng so'nggi ma'lumotlari qanday va qay holatda ekanligini faqat va faqat 3:5 uz kanalidan bilib olasiz. Shunday ekan kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 9,17 so'mga pastladi va 12.926,51 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi ham 72,09 so'mga arzonlab 14.092,48 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 2,80 so'mga tushib 156,0 so'mni tashkil etdi. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi. Dollar haqidagi eng so'nggi ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchi bo'lganlar, kanalimizga obuna bo'lishni va bizni kuzatishda davom eting. O'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling.